iPhone 16 Pro Max'ni taklif etar ekanman. Maxsus takliflarni qarshi olinglar. $1080 ham bo'ladimi 16 Pro Max? Shunaqa zo'r taklifim bor. Ikkalasi ham 89%. Narxi chegirma narxda eng arzon narxda $910 ga A+ segmentda natural titanium endi 60 ga aylandi. Bu rang 2 yil trenddan tushmadi. Bu yil ham bo'lsa trend bo'lardi, lekin bu yil chiqmadi 17 Pro Maxda. iPhone 13 Pro ni haqiqiy sifatini ko'ringlar. 96-97% lik korobka hujjatli A+ segmentda $550 dan. 14 Pro ni desert rangi $128.91 $655 ga. Bunaqa chegirma bo'lishi mumkin emas. 100% li 128 tali iPhone 5 Plus e'tibor bering, narxi 580 ga mayli. Sizga iPhone 13 Pro kerakmi? Aynan bizni tanlang. Biz sizga butun umrlik kafolat ila iPhone 13 Pro larni 512 98% dan tortib 128 90% gacha bor. Narxlari $545 dan $580 gacha. Bu ranglar palitrasi zamonaviy uslubni taqdim etadi. Hammasi YesimiGacha o'tgan. E'tibor bering, 64 GB 90 dan baland, 275 dan quvvarli, 290, 285 dan keladi. Seryozni uslub bu qora va oq hisoblanadi. Ikkalasi noyoblik bo'ladi. 128 GB ideal 640 dan bunaqa yangi holatda topish O'zbekistonda imkonsiz deb qo'rqmasdan ayta olaman. So'nggi va iPhone 60 ga aylangan 13 mini'da $329 ga 128.95 haqiqiy sifat uyg'unligini taklif